ishlanmalarimiz magniy sulfat geptagidrati. Ushbu tuz tibbiyotda qo'llaniladi. U yurak artmiyasiga ham qo'llaniladi hamda undan tashqari iste'mol ham qilinadi. U safro haydovchi vazifasini bajaradi. Bir vaqtning o'zida hamda uni ukoli o'sha yurak artmiyasiga qarshi qo'llaniladi. Ushbu magniy sulfat geptagidrati O'zbekistonda xom ashyosi mavjud. U Maksam Chirchiq zavodida ishlab chiqariladi. Undan bemalol olib, farmatsevtik darajada tozalash imkoniyatini biz qilib chiqdik, texnologiyasini ishlab chiqdik. Ushbu texnologiya asosida uni ishlab chiqarish mumkin. Institutimizda hozir biz bunga barcha me'yoriy texnik hujjatlarni tayyorlab, ishlab chiqarishga ruxsatini olganmiz. Endilikda agarda ushbu substansiyani olamiz, ishlab chiqarishni tashkil qilamiz deganlar bo'lsa, farmatsevtik korxonalar bizdan texnologiyani olishi mumkin. Qo'shimcha o'rnida yana aytib o'tishimiz mumkinki, biz tibbiyotda qo'llaniladigan boshqa tuzlarni ham bemalol qilib bera olamiz. Masalan, natriy xlor, kaliy xlor tuzlarini ham tibbiyotda qo'llash darajasigacha tozalikda farmatsevtik talablarga mos qilib bera olamiz va barcha me'yoriy texnik hujjatlarni tayyorlab bera olamiz. Farmakopeya talabiga mos magniy sulfat geptagidrati O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. U faqat chet eldan import hisobiga kirib keladi. Asosan Xitoydan, Hindiston va Yevropa davlatlaridan kirib keladi. Uni o'zimizda ishlab chiqarishni tashkil qilish bu dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bizda eng asosiysi xom ashyosi mavjud. Magniy sulfat geptagidratini chet eldan biz valyuta hisobiga olib kelamiz. Birinchidan biz ishlab chiqarishni O'zbekistonda tashkil qilsak, bu ishchi kuchi ham odamlar ishli bo'lishi bilan bir qatorda valyuta tejamkorligiga ham olib keladi va chet eldan kelayotganga nisbatan arzon bo'ladi. Bir yilda statistik ma'lumotlarga qaraganda 100 tonnadan oshiq magniy sulfat geptagidrati kirib keladi. Biz buni o'sha farmakopeya agentligidan olganmiz ushbu ma'lumotlarni va bojxona ma'lumotlari buni tasdiqlaydi. Ushbu mahsulotni olish uchun O'simlik moddalari kimyosi institutiga murojaat qilinishi kerak.